Bugundan boshlab Livik kartasida Jijimaga qarshi tushib bo'lsanglar 5-6 kun o'ylanib turib push qilishlarini maslahat beraman. Bo'lmasa mana som seviyalarga o'xshab to'rtta bo'lib push qilsanglar ham petilar, ko'tilar gapirib qo'yaman. Qaysi ham bir yarimta odamni otib qo'ymagan ekan, dunyoda 10 ta to'ntar ko'rasan ekan deb achchig'imni chiqarishlarini bilib turib, yana bitta o'ta go'zal vaziyatni tayyorlab qo'yganman. Ammo lekin bu yerda situatsiya jicha apasnilar, yuragi bo'shlar ko'rmay qo'yarsin. Bilib turganinglardek avg'onlarga qarshi tushib qo'yganman. Demak, easy tarzda yop borsam bo'ladi. Lekin som seviyalarimiz hech ham pastga tushish kelmayapti. Shuning uchun ham o'zimiz chiqaramiz. Kacho'beyimizni qo'li qaltiragani uchun janini achitib qo'ydim. Endi yerda turgan kamondan foydalanib ikkinchi sherigini ham yuragini sug'uramiz. Mana sizlarga Jijimadan Jumongi suvli. Bemalol o'zingizlar ham foydalanib ko'rsanglar bo'ladi. Miyalar qisib bo'lmasa bo'ldi. Shu bo'yicha oradan 5 minut o'tdi va shaytonbeklar yo'q joydan har doimgidek foyda bo'ldi. Yaxshiyamki Jijimadan aldab solar usuli bor. Nice. Mana Somsabek nima qilmoqchi bilmadim-ku, lekin qila olmasligi aniq. Men nima dedim? Jijimaya bilan o'ynashmaydi. Lekin afsuski xursandchiligim uzoqqa cho'zilmadi. Har doimgidek orqamdan po'kilat po'kdi. Bu safar o'zbeklar emas, afg'onlar. Lekin baribir Jijimayani bunaqangi mayda-chuyda narsalar to'xtatib qola olmaydi. Mana o'sha nomer 1 bo'lishimizga ham oz qoldi. 9 tagina odam. Davor aka. O'zi ikkitasi minus, uchinchisini ham hozir miyasini o'qidan chiqaramiz. Bugundan boshlab meni Jijimay emas, yonboshdan solar deb chaqirsanglar ham xafa bo'lmayman. Hazil kundan kunga kuchayib ketyapman. Tezda meni ushlab olmasanglar bo'lmaydi. Mana sizlarga Jijimadan o'ta go'zal to'p bir. Shu yerda eslatib o'taman, sizga ishonchli savdo kerak bo'lsa, albatta diktator mini-selga aloqaga chiqishlar mumkin. Ishonavering, o'ta go'zal narxda o'ta go'zal akkauntlar. Har doimgidek silkalari bioda. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bilan obunaga po'kiratib kalla qo'yib ketish esdan chiqmasin. Hammanglarga oldindan rahmat. Bugundan boshlab Livik kartasida Jijimaga qarshi tushib bo'lsanglar, 5-6 kun o'ylanib turib push qilishlarini maslahat beraman. Bo'lmasa mana som seviyalarga o'xshab to'rtta bo'lib push qilsanglar ham petilar, ko'tilar gapirib qo'yaman. Qaysi ham bir yarimta odamni otib qo'ymagan ekan, dunyoda 10 ta to'ntar ko'rasan ekan deb achchig'imni chiqarishlarini bilib turib, yana bitta o'ta go'zal vaziyatni tayyorlab qo'yganman. Ammo lekin bu yerda situatsiya jicha apasnilar, yuragi bo'shlar ko'rmay qo'yarsin. Bilib turganinglardek afg'onlarga qarshi tushib qo'yganman. Demak, easy tarzda yop borsam bo'ladi. Lekin som seviyalarimiz hech ham pastga tushish kelmayapti. Shuning uchun